Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Shifo tilab ko'rsatuvimizni kuzatib, obuna bo'lib kelayotgan yaqinlar. Bugungi shifo tilab ko'rsatuvimizning mehmoni travmatolog ortoped, Xitoy tabobati hamda o'zimizning tabobatni Xitoy tabobati bilan uyg'unlashtirib kelgan holatda ish faoliyatlarini olib boradigan doktor G'ayrat Hasanov bo'ladilar. Assalomu alaykum G'ayrat aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Siz yaxshimisizlar? Shifo talab ko'rsatuvi muxlislari, muxlisalari. Shifo talab ko'rsatuviga tashrif buyurganimdan xursandman. Rahmat sizlarga. Sizga ham rahmat vaqtingizni ayamay kelganingizga. Bu yerda muxlislardan juda ko'p savollar tushgan. Bu savollarni o'qishdan oldin sizga o'zimni shaxsiy savolimni bermoqchiman. Tabobat yo'nalishi bilan zamonaviy meditsinani birinchi tushuntirib bersangiz. O'zi aslida tabobat bu meditsinani fundament. Zamonaviy vrachlarimiz tan oladimi, tan olmaydigani ham bor. Bobomiz Ibn Sino o'sha tabobatni fundament qilib ketishgan. O'sha fundamentdan olingan zamonaviy meditsina. Formulani tashab ketganlar. Formulani tashab ketgan. Shuna qisqasini aytganda, formula o'sha fundament. Keyin qanaqasiga qurasiz uyni, ya'ni fundament qilinganda, shunaqa fundament qilinganki, что high-tech qurasizmi, klassika qurasizmi, unga farqi yo'q-da. Shunaqa fundament qilishgan. Tabobat mana shunaqa. Bizani O'zbekistonda xalq tabobati qanaqa darajada rivojlangan? Odamlar ishonadimi? Odamlar qanaqa qaraydi bunga? Albatta, xalq tabobatiga ishonadigan odamlar juda ham ko'p ichimizda, oramizda. Ya'ni xalq tabobatini zamonaviy meditsinadan yaxshiroq deydigan odamlar ham ko'p oramizda. Bizani O'zbekiston xalq tabobatini darajasi o'rtacha darajada, zo'r darajada demayman, chunki Xitoy bilan solishtirganda как небо и земля deydimi? Osmon bilan yercha. Chunki bizada xalqimiz ko'proq qorni og'rib qoldimi, aptekaga yuguradi. Boshi og'rib qoldimi, aptekaga yuguradi. Vaholanki tabiiy giyohlardan, dorivor giyohlardan foydalanib iste'mol qilib, keyingi o'sha bosh og'riqni qaytalamasligiga sababchi bo'lishi mumkin. Lekin osonda mana ichadi, og'riq risk qoldiradi. O'ylashmaydi oxirini, chunki zamonaviy dorilarda xolamay kimyoviy ishqorlar bor. Bu bitta tarafga foydasi tegadigan bo'lsa, ikkinchi tarafga zarari tegadi. O'shaning uchun uni o'ylamaydi odamlar, endi tez og'riq qoldirishni maqsad qilib o'sha zamonaviy meditsinaga ko'proq murojaat qiladi. Bu narsa, bu ma'lumot to'g'ri deb o'ylayman. Nima, zamonaviy meditsinani to'g'ri deysiz? Yo'q, odamlarni misol uchun aytaylik, o'sha aytasiz, qorni og'riyapti deb. Qorni og'riganini to'xtatish uchun aptekaga kirib, dori ichadi. Qorni og'rishini to'xtatadi. Nega bizani xalq doktorga emasda, nega aptekaga yuguradi? Bu yerda ayb kimda? Ayb ko'proq men o'ylaymanki tabobatda, chunki tabobatda ayrim noto'g'ri talqin qiladigan qovus ichidagi tabiblarimiz ko'p. Negaki to'g'ri foydalanmaydi, hech narsani bilmaydi. Tabobat to'g'risida tushuncha nol. Tabibni o'zi da tushuncha nol bo'lgandan keyin aholimizga bu tabobat, xalq tabobati to'g'risida nol informatsiya beradi-da. Bironta tabibni ko'rmadimki, shu O'zbekistonda o'sha men misol uchun mana ichsangiz qorningiz og'rishdan to'xtaydi yoki mana bu giyoh ichsangiz boshingiz og'rishdan to'xtaydi degan narsa yo'q-da. Ilmiy kitoblar yo'q, instruktajlar yo'q. Zamonaviy meditsinada bor tayyor. Reklama qilinadi, boshqa qilinadi. O'shaning uchun odamlar ko'proq o'shada zamonaviy meditsina hozir tinch emasmi bizga? Kirib aptekaga kirdingiz, sotib oldingiz, ichdingiz, og'rig'ingiz to'xtadi. Yo'q, men zamonaviy meditsinaga o'zim zamonaviy dorilardan foydalanaman. Zamonaviy meditsinaga meni anaqa husumatim yo'q, chunki men o'zim zamonaviy vrachman. O'shaning uchun ko'proq o'zimni bemorlarimni maksimalni tabiiy yo'llar bilan davolashga harakat qilaman. Albatta, kerak joyida zamonaviy meditsinaga murojaat qilishimga to'g'ri keladi. Chunki bu narsasiz iloj yo'q. Zamon talabi deydi. Bemorlarimiz tezroq tuzalish xohlaydi.
shunaqa holatlar borki, albatta zamonaviy dorilarni ishlatishga to'g'ri keladigan joylar bor. Misol uchun kasallikni bir etapdan, ya'ni yomon etapdan yumshoq etapga o'tkazganimizda, demak, keyingi etapimiz faqat dorivor giyohlar bilan davolash etapga o'tadigan etap bo'ladi-yu. O'sha etapga o'tib olganimizdan keyin giyohlar bilan davolash etapiga o'tganimiz yaxshiroq, chunki jigarga kam ta'sir qilinadi. Tabiiy dorivor giyohlardan foydalansak bo'ladi, yokida boshqa organlarga ta'sir qilmaydigan tavbat yo'nalishida, ya'ni dorivor giyohlardan foydalansak yaxshiroq bo'ladi. Chunki ertaga misol uchun men travmatolog bo'ladigan bo'lsam, sustavini, bironta bemorimni sustavini, oyoq artrozini davoladim. Kimyoviy dorilarni bosdim, gormonlarni bosdim, bemor ketdi zo'rman deb, chunki og'riq qoldi-da. 3 oydan keyin ham u bemorda osteoporoz boshlanadi, ya'ni suyaklarni yumshashi va jigar muammosi, buyrak muammosi, balki ularda urologik muammo ham boshlanishi mumkin men bergan dorilardan keyin. Ya'ni kuchli gormonal dorilar deymiz, kuchli kimyoviy dorilar deymiz, zamonaviy dorilar. Unda boshlanib qolishi mumkin. O'shaning uchun sistema qilish kerak. Men Xitoyda mana shunaqa zo'r qo'yilgan zamonaviy meditsina va o'sha xalq tabobati, Xitoy xalq tabobati uyg'unlikda baravariga ketadi. Har bir vrach Xitoyda o'sha travmatolog bo'ladimi, kardiolog bo'ladimi, nevropatolog bo'ladimi, har bir vrach o'zini xalq tabobatini bilishiga majbur. Chunki shu haqida aytib bering. Chunki Bizning zamonaviy meditsina bilan Xitoydagi meditsina haqida ham farqlab bering. Endi hozir 21-asr, misol uchun internet davri, chunki hozir bitta informatsiya Xitoyda, misol uchun artroz kasalligini davosi Xitoyda topildimi, bir oydan keyin O'zbekistonga keladi. Uni xolamay men Xitoyni misol uchun zamonaviy meditsinasi bizdan yuqori turadi, zo'r turadi deb ayta olmayman. Bizda ham o'sha zamonaviy doktorlar bor, yaxshi davolaydigan doktorlar bor. Endi bizda ana Hojiboy aytgandek, Xo'rozqand Fransiyaniki chet elniki deysa, mana yotib olib yalaydi deydigan gap bor. O'shaning uchun yo'q, men bizani vrachlar o'ylaymanki, o'sha Xitoydagi yoki Germaniyadagi vrachlardan qolishadigan vrachlar emas. Shunaqa hozirgi kunda Xudoga shukr, bizani zamonida u doktorlar ham rivojlanib ketdi. Albatta. Shunchaki nima deydi, odamlarda anaqa chet ellik degan bir anaqa qolganda, informatsiya miyada. Shunaqa. O'sha informatsiyani o'chirish kerak. O'zimizning vrachlar ham, zamonaviy vrachlar ham zo'rlari, o'sha nemislardan zo'ri, fransuzlardan, xitoylardan zo'rlari bor o'zimizda ham va ulardan yaxshi davolaydigan doktorlar bor. Men o'zim shaxsan bilaman unaqa doktorlarni. Mana yaqinda siz Xitoyga borib kelganingizni eshitdik. Ular qanaqa usulda davolaydi? Shu haqida ham gapirib bersangiz. Misol uchun bitta kasalni sizga misol qilib aytaman. Oddiy bizda mavsumiy gripplarni misol qilib aytadigan bo'lsam, bemor shamollab 40 temperatura bilan terapevtga murojaat qildi. Bizaniki bilan Xitoynikini solishtiraman. Qarang. Xitoyda 40 temperatura bilan vrachga murojaat qildingiz, terapevt sizga aytdiki, xo'p, 40 gradus temperaturangiz bor ekan. Siz borasiz, uyingizga borasiz, yaxshi dam olasiz. Bir kunda 1,5-2 litr issiq suvga imbir solib ichib yurasiz. 3 kunda virusni ham, temperaturangiz ham tushib, yaxshi holatga kelasiz deb jo'natib yuboradi. Endi bizani misol qiladigan bo'lsak, bizani odamlarni misol qiladigan bo'lsak, bizadagi bemor bizani doktorlarga bordi, 40 temperatura bilan. Boradi, doktor majbur qiladi bemor. Nimagaki, doktor antibiotik yozing, men chidolmayman, boshim otilib ketyapti, boshim og'riyapti, boshqa qilyapti, u qilyapti. Antibiotik yozing deb so'rab oladi do'st. So'rab oladi. Ko'pchiligi. Aslida o'sha oddiy imbir ya kurkuma bilan grippni davolab olsa bo'ladi. Uni xolamay gripp bo'ldingizmi, organizmdan to'liq chiqib ketishi, mana shamollashi yoki virusi to'liq chiqib ketishi 1 hafta. Agar immuniy sistemangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa 3 kun. Bo'lsa 1 hafta xolamay eng zo'r baribir o'sha temperaturasi chiqadi. Eng zo'r antibiotiklar
iste'mol qilmaysizmi, o'sha og'riq vaqtinchalik qoladi, 1 soat 2 soat, yana o'sha davr o'sha paytga keladiki, og'riq yana boshlanadi, o'sha temperatura. Bu temperaturadan qo'rqish kerak emas, immun sistema ishlayapti, organizm kurashyapti virus bilan. Bu normal holat. Ikkinchi misol qilib aytadigan bo'lsam, endi Xitoyda mana o'zimiz ustozlar, ortoped travmatologlar birinchi, ikkinchi stepen artrozda bemorga maksimalniy misol og'riq holatda birinchi bemor keldik, qattiq og'riq holatda vоспалительный proses bo'lyapti tizada. Qattiq og'riq bilan murojaat qildi bemor travmatologga, bizga, ustozimizga. Birinchi qiladigan ishimiz vоспаленияni olish. Endi zamonaviy o'tda dorilar ishlatiladi, kapelnisalar, boshqalar. Davolash 5 bosqichga bo'linadi. Bemor keldi, birinchi bosqich zamonaviy medikamentlar bilan og'riqni olish, birinchi. Ikkinchi bosqich mashqlar, fizkulturalar, uchinchi bosqich bemorga maksimalni topshiriq beriladi, vaznni kontrol qilish. Ya'ni o'zini vaznini ustida ishlamaydigan bemor, dangasa bemor 1 oy, 2 oy, 3 oydan keyin, vaholanki 1 yildan keyin yana o'sha artroz kasalligi, demak artroz kasalligini agar o'zi kurashmasa bemori, u doktor davolab olmaydi. Chunki artroz bu xirashlarning razrusheniyasi. Xirashlarning razrusheniyasi, misol uchun suyak sinib ketishi mumkin, tiklanib ketadi. Lekin xirashlarning razrusheniyasi, ya'ni xirashlarning yemirilishi qayta tiklanmaydi. Endi misol uchun 20 yosh bolada razrusheniya xreshey deylik, unda tiklanishi mumkin, unda ham to есть juda ham kam miqdorda, to'liq tiklanmaydi. Misol uchun 50 yoshdan ko'p bemor oladigan bo'lsak, deyarli tiklanishi iloji yo'q u narsani. Tiklanishi iloji yo'q ekan deb tushkunlikka tushish kerak emas. Chunki o'sha narsani saqlab qolish ustida o'ylash kerak. Agarki buni ustida ishlamasangiz, 1 yil, 2 yildan keyin endi protez qo'yish kerak bo'ladi. Oyog'ingizni, suyagingizni, sustavingizni aralab temir qo'yish kerak bo'ladi-da. Ko'pchilik bizada ham mana bemorlar o'ylashadi, 3-4-stependa tushkunlikka tushib qoladi. Vaholanki faqat operatsiya qutqaradi, boshqa narsa deb o'ylashadi. Yo'q, bu holatda ham agar misol uchun xirashingizni yangi holati 100% deb oladigan bo'lsak, sizda 50% ketib qoldi. 50%ni saqlash to'g'risida o'ylash kerak. Boyaga aytganimdek, ovqatlanishga rioya qilish kerak. O'z vaqtida bitta doktorni qo'lida mahkam ushlash kerak, doktorga doim murojaat qilib turish kerak va ko'proq jidkis va zaryadka, mashg'ulotlar, doimiy mashg'ulotlar. Bu Xitoyda metodda davolashadimi? Xitoyda mana shunaqa metod. Endi misol uchun bizda bemorlar nozik bemor deymiz-ku, nozik bemor. Aytadi, doktor, charchab ketdim, men hattoki operatsiyaga ham tayyorman deydi-yu. Bu holatda endi men o'zim lichni ko'rganim, endi bekitish kerak emas. Endi protez qo'yadi. Anaqadan qutuladi, meni og'riqdan qutuladi. Lekin baribir misol uchun o'zimga harakat qilib ko'rganida bunda ham o'xshash. Harakat qilib ko'rganida bunaqa holat kelmasdi. Shunaqa. Endi shunaqa kelishi ham mumkin edi, kelmasligi ham mumkin edi. Bu 50 yil, to'g'ri? Shunaqa. Endi bizning odamlar bilan Xitoy odamlarini farqida aytadigan bo'lsak, vesida, suyakni plotnostligida, tabiatni har xilligida. Chunki bizdagidek artroz kasalligi Xitoyda unchalik ko'p emas, bizda ko'proq. Nimaga? Sababi nima? Sababi klimat, sababi odamlar ko'proq dangasa, sababi noto'g'ri ovqatlanish. Mana shunaqa narsa. Bizda ko'proq dangasa deb o'ylayman, chunki Xitoyda 50 yoshli odamni o'zini yoshini bera olmaysiz, chunki xitoylik odamlar yugurib yuradi. Ertalab bog'lagidan keyin bog'i ichi to'lib ketadi, misol bog'lar, yuguradigan plashatkalar to'lib ketadi. Hamma zaryadka qiladi, mashqlar qiladi, kechki payt ham xuddi shunaqa muzikalar qo'yib, o'ynab, raqslar qiladi. Bizda odamlar dangasa bo'lib ketdi. Yoshlar tim bo'ladi, telefonda o'tiradi, bo'ldi, qimillamaydi bitta joyda. O'tirib oladi, telefon, Instagramda o'tiradi mana shu. O'tda unaqa emasmi? Yo'q. Demak, oddiy, sodda deb ko'rinadigan mashg'ulotlar artroz kasalligini, misol uchun 4-stepenni ham, misol uchun doktor bor deysiz, 100% sizga operatsiya deydigan doktor 20 yillab o'sha 4-stepenni ham muddatini uzoqqa cho'zishimiz mumkin-da.
20 yilga cho'zishi mumkin. O'ziga bog'liq demoqchisiz. Odam yana. o'ziga bog'liq albatta. Bunga sabr kerak, bunga vaqt kerak. Endi Aytganingizda ana odamga o'xshab bo'ldi. Men tayyorman operatsiyaga deb yuboradi. endi baribir nima deydi, organizm o'zingizni nima deydi, o'zingizni tishingiz emas, plomba tish bo'ladigan bo'lsa, mazani sezmaysiz, mazani. Endi protez ham Uni tushunadiganlar shunaqa kamda. narsa-da. Doktor. Endi misol uchun biza operatsiyani ichidamiz, biza bilamiz. Xuddi shunaqa narsa-da. Ana o'zingiz seza olmaysiz, yurganingizni bilmaysiz, harakatlar qanaqadir sun'iy bo'lib qoladi-da hammasi. Ovqat bo'yicha-chi, shuni boya aytdingiz, yeb ichish ham ta'sir qiladi, do'stku. Ha, yeb ichish albatta. Bizda noto'g'ri ovqatlanishadi. Birinchidan nimaga unaqa deyapman? Ko'proq xamirli ovqatlar biz ko'p juda iste'mol qilamiz. Va ana choyxona qilamiz-ku. Bo'ldi, yotamiz-da. Ko'p go'sht, juda go'sht iste'mol qilishimiz, ko'p go'sht iste'mol qilishimiz. Bu опорно-двигательный apparatga, ya'ni artroz, artrit, podagra kasalliklarining eng ashaddiy dushmani bu ko'p go'sht iste'mol qilish. Bu go'shtni azaldan yeb kelishgan-ku ota-bobolar. Yo'q, azaldan go'sht yeb kelishgan, lekin harakatchan bo'lgan. Ko'p qari chilli, kopda o'ynagan, tennis o'ynagan, yugurganda, hozirga o'xshab yotib olmaganda. To'g'ri. Misol uchun biz o'zimizda yoshligimizda uyda deyarli o'tirmasdik-da. Ya'ni 10-11 da kirib kelardik. Yostiqqa bosh qo'ydingiz, qo'ymadingiz, yana chiqib ketasiz, bo'ldi, o'shanaqa kechki paytda qaytib kelardi. Mana shunaqa har kuni davom etadi. Hozir bunaqalar kamda. O'sha ovqatlanish haqida aytdim. Ovqatlanish o'zi haddan tashqari ko'p ovqatlanish bu zarar. Chunki Ibn Sino bobomiz aytganlarki, shundoq ovqatlanginki, bir lagan osh yegin, misol uchun, yana bir lagan oshga joy qolsin degan. Shundan ma'no kelib chiqyaptiki, 50% ha, qorinni juda ham to'ydirib olish kerak emas. Agar to'ydirib oldingizmi, mushaklar endi organizmda hamma mushaklar ishlash kerak, o'zini ishini bajarish kerak. Agar o'sha o'zini ishini bajarmaydigan bo'lsa, sistema buziladi-da. Oshqozon hazm qilish, oqsil, ya'ni kalsiy, butun minerallar so'rilishi, suyaklargacha yetib borilishi kamayadi. Yetib bormaydi deyarli. O'zidan o'zi kelib chiqadi, o'sha artroz, artrit, podagra va suyak kasalliklari kelib chiqishiga mana tayyor zaminda. O'zbekistonda, Toshkentda choyxona degan narsa juda rivojlangan. Kechqurun 7 da, 8 da, kerak bo'lsa 8:30 da go'shtli bo'yin, qo'l yeyishadi. Yoshlar yeydi. Bularda ham shunaqa xavf bormi? Agarda siz o'shanaqa bo'yinni yeb ko'p qari chopadigan bo'lsangiz yo kurashib trenirovka qiladigan bo'lsangiz zarari yo'q. Agarda siz o'sha go'shtni yeb stolda o'tirib yokida kam harakat bo'ladigan bo'lsangiz, albatta zarari bor. Men shu joyda aytib ketmoqchiman, ko'pchilik bizani xalq mana shu yerda o'ziga o'zi dushman. Chunki noto'g'ri ovqatlanish bu hayotni yarim anaqasida. Chunki ovqatlanish bilan energiya bo'ladi. Energiya bo'ladi. Ovqatlanmasangiz energiya bo'lmaydi. Ovqatlandingiz, energiya bo'ldi, u energiyani sarflash kerak. То есть ovqat yeb yotib olgandan keyin energiya qatga sarflanadi. Chiqish kerak qatgadir. Bu demak noto'g'ri bo'lyapti. O'zingizga dushmansizda. Birinchidan oshqozonni ishdan chiqarasiz. Ikkinchidan mushaklar noto'g'ri ishlanadi. Uchinchidan jigarni o'tkazasiz. Jigar yog' joylaydi. To'rtinchidan 30 ga kirmasdan 50 yosh ko'rinasiz. Nima qilish kerak uning uchun? Buning uchun 6 dan keyin ovqat yeyishni to'xtatish kerak. Yog'li ovqatlarni kategorически to'xtatish kerak. Umuman yog'li ovqatlar 6 dan keyin iste'mol qilish kerak emas. 6 dan keyin milliy hayotimizdan chiqarib olishimiz kerakmi? 6 dan keyin hayotingizdan chiqarsangiz, chunki ko'pchilik odamlar bor, misol uchun ustachilik qiladi, boshqa qiladi. Ularga endi men ularga agar shu gapni aytadigan bo'lsam, noto'g'ri bo'lib qoladi. Chunki ularning harakati ko'p-da. Ustalarimiz bor, og'ir ish qiladiganlar bor. Ular organizm talab qiladi, demak yeyishga majbur va yeyish shart. Ovqat yeding, jigarni o'tkazdik. Jigar nimaga kerak bizga? Jigar butun organizmni yaxshi qon bilan ta'minlab beradigan bir organ. Yaxshi qon bormadimi, artroz ana, artrit ana.
boringki jamiki grijayz ham yoki suyak kasalliklarida mana oddiy yani organizm bir-biriga bog'liqda. Jigarni o'tqizdingiz, solog'i o'tqizdingiz, ketdi bu yog'i qoningiz ana quyuq jigarni ko'rinishidek bo'lib borgandan keyin u bechora ana tromb otadi. Yosh yigitlar 30 yoshga bormasdan insult oladi. Mana shunaqada. Ko'rasiz-a, biz o'zimizga o'zimiz qattiq dushmanlik qilyapmiz. Oddiy hisoblaydigan mana misol uchun noto'g'ri ovqatlanish, kechki payt ovqatlanish nimalarga olib kelishini. Bizani xalqi sizni sistemangizga, sizni yo'nalishingizga ishonchi qanaqa? O'zim yoshligimda o'sha 18 yoshimda eslayman, onam amakimni uyiga olib kelib tashlagan. Amakim tabib bo'ladi. Tabiiy giyohlardan, tog'larga chiqib, giyohlar terib, endi o'sha paytda tushunmaganman. Giyohlar terib, odamlarni davolardi. O'sha paytda единственный tog'am singan chiqqanga qaramasdi. Endi ishonch albatta bor. O'ylaymanki, ishonch bo'ladi. Endi odamlar nima deydi? Ko'proq ko'zi bilan ko'rib, misol uchun bemorni davoladingiz. 3-stepen artroz, og'riqlar 1 yildan bezovta qilmayaptimi? Demak, bu o'zi, to есть qanaqadir rezultatda. Mana shunaqa. Hozir bemor kelmadi, demak yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Endi ikkita sabab bilan bemor kelmay qolishi mumkin. Yo sizni muolajangiz yoqmadi, to'g'ri, sizniki yoqmagan bo'lsa kerak. Shuni ham so'ramoqchi edim. Yo sizni muolajangiz yoqmadi, yo bemor haqiqatan tuzalib yaxshi bo'lib ketdi. Endi har bir Xitoyda mana shunaqa. Har bir bemorning dannisi bo'ladi. Endi u yerda zamonaviy meditsina, zamonaviy оборудование, har bir bemorning kontakti bo'ladi va har bir bemor bilan vrach individualniy ishlaydi. Tushunyapsizmi? Milliard aholining ichida bitta vrach ishlayapti individualniy. Bu juda katta narsa, chunki bizda ham shunaqa-ku individualniy ishlaydik-ku. Ha, shu. Lekin bizda bemorlar ham bir xil payt noto'g'ri qilib qo'yishadi-da. Misol uchun u doktordan bu doktorga, bu doktordan u doktorga sakrab yurishadi. Ha, to'g'ri. Bu ham noto'g'ri. U bor. U doktor yaxshiroq ekan, bu doktor yaxshiroq ekan. Hamma doktor yaxshi. Nima qilish kerak? Endi mana nima maslahat beraman bemorlarga. Bemorlarga maslahatim birinchi etap o'ziga etap qilsin. Misol uchun artroz kasalligini misol qilib aytadigan bo'lsak, artroz kasalligi hech qachon siz 10 kunlikda yaxshi bo'lib keta olmaysiz. Hech qachon yaxshi bo'lib keta olmaysiz 10 kunda. Juda ko'p bemorlarimiz aytadi, doktor garantiya berasizmi 10 kunda yaxshi bo'lib ketadimi? 3 kun bo'ldi, yaxshi bo'lmayapman, og'riqlar ketmayapti. Voy, sizda 3-stepen, 4-stepen artroz, siz o'tkazib yuborgan, oxirigacha o'tkazib yuborgan 10 kunda tuzalish xohlaydi. Shunaqa deb o'ylashadi-da. Aslida bu tiklanish uchun batamom tiklanib ketmaydi, boya aytganim, batamom tiklanib ketmaydi. Xirashlar ketdimi, bo'ldi, u уже, то есть u vaqtni faqat to'xtatishimiz mumkin. Ya'ni vaqtni zamedliyat qilishimiz mumkin bemor uchun. Tushundingiz-a? Chunki xirashlarni dalishi yana razrushinasini to'xtatishimiz mumkin demoqchiman, tushundingiz-a? Misol uchun 50% ketib qolgan bo'lsa, 50%ni ushlab qolishga harakat qilamiz. Ya'ni eski ketib qolganini qayta tiklay olmaysiz. Ushlab qolinganini o'zi rezultat yetadi. Tushundingiz-a? Og'riydimi, og'rimaydimi keyin? Agar misol uchun og'riq qachon beradi? Og'riq ostriy vоспалительный protsesda va kuchli yallig'lanish paytida og'riq beradi. Og'riq qolgan paytda og'riq bermaydi. Chunki bizda dangasalik bor. Licheniyani oldik 10 kun, bo'ldi, tashlab qo'yamiz. Eng yomon xato shu. Sizda 3-stepen artroz. Bir o'zingizga sistema qilib olish kerak-da. Har bir bemor o'ziga sistema qilib olib, misol uchun doktorga keldi 10 kunlik, dalneyshi 1 yillik sistema qilish kerak. Bir doktorga keldi, bitta sistema o'tdi. Ikkinchisi sekin LFK mashqlar bajarishni boshlash kerak. 3 o'zini vaznini ustida doimiy ishlash kerak. Ya'ni vazn oshib ketish kerak emas. 4 to'g'ri ovqatlanish kerak. 5 yetarlicha jidkis bo'lish kerak. 6 jismoniy harakatlar, ko'proq harakatda bo'lib turish kerak. 7 nima deydi? Uyqu 7 soatdan ko'p va kam bo'lib qolish kerak emas. Hammasi o'zini me'yorida bo'ladigan bo'lsa, organizm me'yorida ishlaydigan bo'lsa, sekin-sekin jarayonni to'xtatishga
muvaffaq bo'lamizda. Полностью. Sizni davolash metodingiz qanaqa? Bizada 3 ta taraf ham kirib ketadi. Zamonaviy meditsina, o'zbek xalq taobati va Xitoy xalq taobati kirib ketadi meni sistemamga. Ya'ni bizada zamonaviy meditsinaga qaraydigan bo'lsak, zamonaviy fizioterapiya uskunalarida, misol uchun oddiy sportsmen suyagi sinib keldi. Uni bitib ketishi suyagi tabiiy holatda hech narsa qilmasdan prosta gips qilib qo'yasiz. Tabiiy holatda misol uchun 3 oy deb oladigan bo'lsak, tabiiy holatda bitishi. Bizda shunaqa apparatlar bor. Uni 2 barobar kamaytiradi. Ya'ni 3 oylik narsani 1 oylik qiladi. Tushunyapsizmi? Hozirgi apparatlar. Chunki hayot tezlashib ketdi-da. Misol uchun bemor qarab o'tirmaydi, 3 oy yaxshi bo'laman, bo'lmayman. Chunki 3 oy gips yechganingizdan keyin yana tiklanish bor. Bu sportsmenlargami? Yo'q, har qanday odamga. Har qanday odamga. Chunki siz 90 yoshda bo'lsangiz ham suyak, misol uchun 14 yoshli suyagi butunlay yangilanish uchun taxminan 5 yildan 6 yilgacha muddat kerak bo'ladi. Butunlay yangilanish, suyakni butunlay yangilanish. 60 yoshdan 90 yoshgacha taxminan 10 yilda yangilanadi. Suyak butunlay yangilanadi. Qanaqa apparatda davolaysiz? Apparatlar har xil-ku. Apparatlar har xil. Misol uchun endi meni o'zimni sohamga taalluqli hamma оборудованиялар, o'zimga kerakli hamma оборудованиялар bor. Magnit deysizmi? Ya'ni suyaklarni regeneratsiyasi, ya'ni yallalanish, regeneratsiya, suyaklarni tez bitishi va og'riqlarni olish uchun albatta magnit lazeri bilan elektroforez zamonaviy tuzlarni eritish uchun yana nima deb oladigan bo'lsak, turli xil refleksoterapiyalar mushaklarni baquvvatlash uchun va yaxshi ishlash uchun. Menga keladigan bemorlar asosiy tushunarli, travmatolog ortopedga keladigan bemorlar qo'lida, oyog'ida опорно-двигательный apparatda umumiy qilib aytadigan bo'lsak, опорно-двигательный apparat mushak, suyak sohasidagi muammolari bor. Qo'yaveringki, artrit, artroz, radikulit, grija hammasi bizga kelib davolanadi. Bu artritga ham foyda beradimi? Albatta. Artrit, artroz. Ko'pchilik bemorlarimiz chalg'iydi artritni, artrozni farqini. Bu ikkalasi umuman bir-biriga qarshi bo'lgan kasallik. Farqini tushuntirib bering. Endi bizda odamlar ko'pchilik artroz va artrit kasalligini chalg'itishadi, adashtiradi. Ikkalasi bir-biridan tubdan farq qiladi. Artroz ko'proq katta yoshli odamlarda ko'proq uchraydi, ya'ni suyaklarning yemirilishi, xiryashlarning yemirilishi desak to'g'riroq bo'ladi. Artrit bu autoimmun kasallik, ya'ni immunitetni slabiylash. Mana shu farqi juda umuman boshqa. Artrozda tushunarli, harakatlanmasangiz og'riq bo'lmaydi. Artritda harakatlansangiz og'riq yo'qoladi. Ya'ni harakatlandingiz og'riq yo'qolib qoladi. Harakatlanmasa og'riydi. Harakatlanmasa og'riydi. Ana unda o'tirib qoladi-da, bitta turib olguncha qiyin bo'ladi-yu. Demak, artrit bor. Yurib ketgandan keyin qizib olgandan yaxshi bo'lib ketadi-yu. Bu artritning belgilari. Artroz yurayotganini oladi. Artrozda yursangiz og'rishni boshlaydi. Xiryashlar bir-biriga tegadek ishqalanadi-da, o'tirganda og'rimaydi. O'tirganda og'rimaydi. Agarda bursit sinovit, ya'ni yallig'lanish bo'lmasa, bursit sinovit suv yig'ilishi. Tizzada. Endi bo'g'inlarda suv yig'ilishi. Bo'lishi mumkin tizzada, bo'lishi mumkin tazda, bo'lishi mumkin yelkada, yelka bo'g'inlarda. Har qanday bo'g'inda bo'lishi mumkin artroz. Ko'ksartroz qanaqa kasallik? Bu ham sizning kasalligingizmi? Albatta bizning kasallik. Ko'ksartroz bu tos suyagini, ya'ni bo'ksa suyagini, bo'g'inini yemirilishi. Ko'p videolarda ko'rganman, artrit, artroz, ko'ksartrozlarni uzun ninalar tiqib davolashadi. Siz ham shuni davolaysizmi? Yo'q, endi ozgina mif bo'lib qoladi u. U davolab olmaydi. Nina tiqasimi, boshqa tiqasimi, artrozni davolab olmaydi, ko'ksartroz. Endi bu yerda bitta yordami tegadigan joy bor, uni inkor qilib bo'lmaydi. Igolkada o'sha joyi qon aylanishini yaxshilab berish mumkin. Igolka tiqib o'sha joyi bizga kerak bo'ladi, igloterapiya, ya'ni agarda siz to'g'ri ko'rgan bo'lsangiz, igolka tiqib davolash bizga ma'qul keladigan joy o'sha. Agar to'g'ri igolka qo'yib
shu joy misol uchun taz deyapsiz-ku, ko'ksartroz, taz suyagini, ya'ni bo'g'inini igloterapiya bilan qon aylanishini yaxshilasangiz bo'ladi. Qon aylanishi muhimda sustavga, ya'ni oziqa yetib borsa, boyagi разрушение хрящini to'xtatamiz, ya'ni xryashlarni yemirilishini to'xtatasiz. Tuzalmaydi, lekin og'riq qoldiriladi. To'xtatiladi. Qon aylanishi o'zidan o'zi yetib borsa, demak oziqa boradi. Siz ovqat yesangiz oziqa boradi, ovqat yemasdan oziqa olib bora olmaysiz. Xuddi shunday bu yerda ham xuddi shunaqa. Qon aylanishini ta'minlab bersangiz, demak oziqa boradi bu yerga. Agar qon aylanishi ta'minlanmasa bu yerda qon bormaydi, oziqa bormaydi, demak o'sha eski o'rmon bo'ladi. Qancha vaqt og'riq to'xtab turadi? Yoki bu ham organizmga bog'liq? Endi har xil, misol uchun agar har bir bemor o'ziga individual, misol uchun yondashadigan bo'lsak, biz bemor bilan individual ishlaymiz. Men o'zim shaxsan maksimal majbur qilaman bemorimni. Agar bemor keldi, mana misol ko'ksartroz diagnozini qo'ydim. Bemorni oldim, og'riq 10 kun ichida yo'q bo'ldi 90% ga, 10% diskomfort qoldi ozgina. Endi bemorning o'ziga bu yog'i bog'liq. Jismoniy harakatlar, ovqat, to'g'ri ovqatlanish va LFK mashqlar. Mashqlarsiz bu tiklanmaydi. Chunki boya aytganimdek, harakat bo'lmasa to'xtaydi-da. Endi ko'pchilik bemor, "Voy, menda og'riq bor, mashq qila olmayman-ku" deb o'ylaydi. O'sha birinchi etapga o'tish kerak-da. Birinchi etapda misol uchun bitta zina o'tmasdan ikkinchi zinaga o'tib ketasiz-ku. Bu yerda bu zinadagi shashkani olmadingiz-da, o'zi chalkashasiz-da. Kanishni ana ikkinchi etapga o'tib ketganingizdan keyin mashqni majburan bajarasiz-ku. U naborot yomon bo'ladi. Ana og'riq bilan bajariladigan mashq ana yallig'lanishni battar kuchaytiradi, og'riq kuchaytiradi. O'shaning uchun birinchi etap bilan, birinchi zinadan boshlash kerak-da. O'sha medikamentlar bu yerda nimaga kerak bo'ladi? Bizga o'sha ostri periodda yallig'lanishni, shamollashni olish kerak bo'ladi. Endi og'riq har xil muddat bo'lishi mumkin. Misol uchun agar ostri vоспалительный protsessni oladigan bo'lsangiz, bemor o'zi harakat qiladigan bo'lsa, yillar davom etishi mumkin, to есть og'riq umuman yo'qolishi mumkin bemorda. Bu og'riq to'xtashi organizmga bog'liqmi yoki insonning o'ziga bog'liq? Odamni birinchi o'ziga bog'liq, ikkinchi immun sistema, uchinchi endi genetikasiga ham bog'liq, chunki ota bobosida shunaqa bo'ladigan, bo'lib o'tgan bo'lsa, o'sha kasallikka moyilroq bo'ladi o'sha odam, o'sha bemor. Bunaqa kasallar ham uchrab turadi. Kam, lekin uchrab turadi bunaqasi ham. Asosan endi bemor ko'p yopishib oladi. Misol uchun, "Voy, doktor, meni og'rig'imni qoldirib bering, kechalari uxlolmayapman." Maksimal bemorga, misol uchun, zarar yetkazmagan, boshqa organizmiga zarar yetkazmagan holda medikamentlardan foydalanib bemorga yondashamiz. Chunki shunaqa dorilar bor, qo'ydingiz, og'riq qoldi bittada. Lekin boshqa organizmning boshqa joylariga shikast yetkazish mumkin, misol jigarga, buyrakka. O'shaning uchun maksimal ehtiyot bo'lib, mutaxassisga, misol uchun ko'p bemorlarimiz ana internetda chiqalaydi, "Voy, men bu kasalga davo ekan" deb o'zi qabul qiladi yo o'zi ichadi, o'zi iste'mol qiladi. Xatoda. Boyada etapma-etap, ya'ni mutaxassisga murojaat qilmasdan noto'g'ri davolanish, bu ham ana yomon holatga olib kelishi mumkin. U siz aytayotgan dorilarni xalq o'zidan o'zi olib ichmasa kerak, doktor? Yo'q, endi reklama bor. Bizning odamlar ishonuvchanda internetda, "Voy, men bu dori sizdan shundoq chiroyli tushuntirib beradi", reklama qiladi. "Voy, men buni ichsangiz oyoqlaringiz zo'r bo'lib ketib qoladi" deydi. Bitta dorini ko'rsatadi. Bizda yillab butun dunyo ishlayapti artroz uchun o'sha dorini qilib bera olmayapti. Lekin men bitta kishi, "Voy, men bu dori butun taningizni davolab yuboradi" desa, odam ishonadi-da televizorda. Seriallarning o'rtasida qo'yib yuborishadi, futbollarning o'rtasida qo'yib yuboradi. Yo'q, u unaqasi bo'lishi. Boyada etapma-etap qilinadigan bo'lsa, natija ko'rilishi mumkin. Agar etapma-etap qilinmaydigan bo'lsa, bemor o'sha misol uchun artrozini davolayman deb yomon holatga olib kelishi mumkin. Agar o'zidan o'zi ichadigan bo'lsa, misol uchun o'z boshimchalik bilan ichadigan bo'lsa, shifokor maslahatisiz yomon holatlarga olib kelishi mumkin. Xitoy bilan
Bizani aptekamizni farqini tushuntirib bera olasizmi? Qanaqa farqi bor? Butun dunyoni endi anaqa zamonaviy meditsinada solishtiradigan bo'lsak, deyarli farqi yo'q. Bir xil. Agar tabobatini oladigan bo'lsa, farq bor. Ular ancha oldingi chiqib ketgan, bizda unutilib ketgan tabobat, ko'pchilik ishonmaydi. Laxatronlar ham ko'pda bizda noto'g'ri tushuntiradi. Ana borsangiz, alovdari, balodari qiladi, ana yolg'on gapiradi-da, davolab boraman, kufsuv qiladi, boshqa qiladi. Ishonmaydi tabiblarga. Kufsuv tabobat emas-ku. Endi tabobat deyishadi. U tabobat emas. Yo'q, tabobat emas, lekin o'sha tabobat deb anaqa olganda nima? Ko'pchilik tushunchasida tabobat shu deb tabobat deb o'ylashadi-da, yo'q, aslida u. Lekin tabobat u emas. Tabobat emas. Dorilarning farqi yo'q, bir xil. Lekin ular aptekada bizga o'xshab oshiqcha sotmaydi. O'sha больницаning ichida har bir bemor doktor назначение qilgan dorini назначение bo'yicha boradi, apteka kirmaydi, больницаning ichidan o'zi oladi. Aptekalari, tashqaridagi aptekalari hammasi dabavkalar, biodabavkalar va tabiiy dorivor giyohlar. Badi. 100% badlar, 100%. Odamlar misol uchun solishtiradigan bo'lsak, xuddi biz qanaqa aptekadan dorilar olamiz. Ular o'sha badlarni, dorivor giyohlarni o'sha ko'chada sotadigan aptekalardek xuddi biz qanaqa ximiyaviy dorilarni olamiz-ku, ular xuddi shunaqa tabiiy dorilarni sotib oladi. Tonnalab ichib yuradi. Xitoyga borganimda choylar taklif qilishgan menga. Aytganki, bu choy seni jigaringga foyda deyapti. Bu choy bunga foyda, bu choy bunga foyda. Lekin endi men u yerda ko'p bo'lmaganman, ko'rmaganman. Men unaqa choylarga ishonib ketmayman. Bu choy yaxshi ekan, bu choy unaqa ekan, bunaqa ekan. Shu choylar haqida ham nima deysiz? Choy o'zi bu dorivor giyoh. Aslida ko'k choy, yaxshi toza ko'k choy ichiladigan bo'lsa, bu qonni, misol uchun quyuq qonni suyultirib berishi mumkin, asablarni tinchlantirishi mumkin. Bu aytganingizdek jigarga ta'sir qiladigan joylari ham bor. O'zidan o'zi mana yaxshi suyuq qon, yaxshi qon aylanib jigarga bordimi? Voy, jigaram xursand bo'ladi, toza qon keldi. Kislorodga to'yingan qon keldi, boy qon keldi deb xursand bo'ladi. Chunki toza narsa-da. Misol uchun Xitoy choylarini misol qiladigan bo'lsak, o'sha choy, oddiy choyga dorivor giyohlar qo'shadi. Tushundingizmi? Bir korobka ko'k choyga 100 gram deb oladigan bo'lsak, 20 gram ramashka qo'shib qo'yishadi. 10 gram dushitsa yoki chiberets qo'shib qo'yishadi. Tushundingizmi? Anaqasini, o'zini anaqasini biladi-da, miqdorini, me'yorini biladi. Ana shirin choy, zo'r choy chiqadi-da, ichganingizda bor. Mana shu dorivor bo'lishiga sabab o'sha dorivor giyohlarning qo'shilishi. Choy o'zi bo'lmaydi. O'shanga qarab ular o'sha jigarga, pochkaga shunaqa deb sotishadi. Shunaqa sotishadi. Yaxshi, zo'r. Shunaqa. Aslida ko'rsatuvda kommentariyalarda kelgan savollarga siz javob berishingiz kerak edi. Men savollarni o'qib beraman, siz savollarga javob berishingiz kerak. Bu safar bunaqa bo'lmadi, chunki shifo tilab ko'rsatuvda sizni tanishtirish maqsadida chaqirtirganmiz. Kimda artrit, artroz, mana shu опорный двигатель aytganlaridek suyak bo'yicha savolinglar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. G'ayrat Hasanov o'zlari shaxsan javob berishga harakat qiladilar. Sizlarga ham rahmat. Suhbatimiz o'ylaymanki zerikarli bo'lmadi. Endi gaplar, yaxshi gaplar bo'ldi, yomon gaplar bo'ldi. Yomon gaplarimizdan uzr so'raymiz, xato gaplarimizdan uzr so'raymiz. Salomatligingizga hozir e'tibor bermasangiz, ertaga kech bo'lishi mumkin. Yosh suyak bu aporingiz, chiroyli qomatingiz. Agarda o'zingizni tarbiyalab, jismoniy mashqlarga, jismoniy harakatlarga o'zingiz e'tibor beradigan bo'lsangiz, fizkulturalar qilib yuradigan bo'lsangiz, ko'rinishingiz va qomatingiz chiroyli bo'ladi, albatta chiroyli ko'rinasiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha.